Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana hozir pastda grijasi bor ekan. L5 bilan S1 da 4 mm, L4 bilan L5 da 4 mm. Sababi mana umurtqani ko'rgan bo'lsangiz, kelgan umurtqa L5-umurtqa ko'tarilib ketgan, L4 qisib qolgan nervda. Mana ko'tarib siljib ketgan umurtqa. Endi yoshligida yiqilganman deyapti, qorda oyog'im toyib ketgan dedi. O'sha ortib yurardi. Men umurtqa ham qiyshayib qolgan bu tomonni. Emirta tushganda qisilib qolishlar, nervlar qisilib qolishlar ko'rsatyapti bu yerda. Mana fotosyomkada aniq ko'rsatib qo'yilgan. O'sha bemorimizni to'g'irladik hozir. Manual terapiya qildik, kastaprab qildik, umurtqalarni joyiga qo'ydik, hamda hajoma ham qildik. Umurtqalarni to'g'irladik, og'riqlar ketdi. Bo'lsa 1 soat vaqtimiz ketdi. Uydan kelib, muolajani olib, yana bemor qaytib ketdi. Uyda mashqlarni bajarib turadi. Tuzalib ketadi. Qanday bo'ldi? Yaxshi oldu. Og'riq yo'q uncha. yo'qoldi ham. Yo'qoldi bu yerda. Qanchadan beri yuribsiz bu bilan? Bunga 20 kundan beri qattiq oyoq tomir tortib, yurishda qiyin muammo bo'ldi. Ayniqsa harakatlanishda. Qachon yiqilgansiz bunga? Necha yil bo'ldi? Bu aniq esimda yo'q, lekin bir marta shu emirtaga tushgandan keyin yiqilgan bo'lishingiz mumkin, siljigan dedi-da umurtqa, keyin shu o'zida oyog'im toyib yiqilganini esladim bir. O'shanda bo'lganmi qiyshayishni, lekin bir necha yildan beri belda og'rib yurardi, o'zimcha massa surtib yurardi. Bugun mana shu avtomatikamiz qabulda keldik. Rahmat. Kuzatuvchilarga nima deymiz? Yoshligida yiqilgan bolalar bo'lishi mumkin, farzandlaringiz qishda oyoq toyib o'tirib qolgan bo'ladi, yo o'ynayotganda yiqilishi mumkin. Yosh o'tib, yoshingiz nechida? 36da. 36, 40, 45 ga borib bildiradi ko'p insonlarda. Shu grija bilan yuravergan shuncha yildan beri. Keyin oxiri qisilib qolgandan keyin oyoq uyushadi, oyoq og'riydi, umurtqa qiyshayib qoladi, grija hosil bo'lib, grija kattalashib ketadi. Agar kimlar shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, bizni telefon 91lik 208 98 68. Bizning manzilimiz Jizzax shahar Madad shifo klinikasi. Emirtani rasmga tushirib, telegramimiz bor. Mana shu nomerda telegramga tashlasangiz ham ko'rib, diagnoz qo'yib aniqlab beramiz tekin. Uydan qatnab olishingiz ham mumkin. 1 soatda muolaja bo'ladi. Uyingizga borib dam olaverasiz, bemalol shifo. Endi shifo Allohdan, sababchi bizmiz. Ko'p insonlar bemorlarimiz tuzalib ketyapti. Kimga shunaqa agar uzoqdan kelib yotib olaman desa, yotadigan joylar bor klinikada. Bron qilib qo'yamiz. 1 kun 2 kun oldin telefon qilsalaringiz bemalol davolab beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.